Subhanallah, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar. 15 yıl oldu. Birinchisidan men bunday aytib beraman hozir. Tursang ursa-bu, bunday. Mana aka, birinchisinde biz 4 niyet qildik salati tasbihda va ketdik. Subhanakallohumma, auzu, bismillah, alhamdulillah, amin. Zam surani qo'shdingiz. Inna atoynaka. Misal, qaysi surani bilsangiz delemay. Qo'shdingiz bu. Ushul yerda rukuga bormasdan turib, azliqni 15 yo'l aytasiz. Ne qilib aytasiz? 15 yo'l. Ma'qul? Subhanallah valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar. Subhanallah valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar. 15 yo'l aytib bitgandan keyin anan Allohu akbar deb nima yorasiz? Rukuga. Aljida subhan robbiyal azim deb 3 yo'l aytgandan keyin 10 yo'l aytasiz. Hozir qilay. 10 yo'l aytib bitgandan so'ng sami Alloh liman hamida deb turasiz. Robbana lakal hamd aytib bitgandan keyin 10 yo'lda o'sha yerdan aytasiz. Allohu akbar deb sajdaga borasiz. Subhana robbiyal a'la deb 3 yo'l aytgandan keyin 10 yo'l aytasiz. Allohu akbar deb o'tirasiz. Aljida 10 yo'l aytasiz. Allohu akbar deb qayra sajdaga borasiz. 3 yo'l subhana robbiyal a'ladan keyin 10 yo'l aytasiz. Allohu akbar deb o'tirasiz. Dag'i 10 yo'l aytib, andan keyin turasiz. Tushundingizmi? 75 bo'ldi. Mana o'sha ikkinchi rekatda dag'i, 4-rekatda. 3-rekat, 4-rekat. Amin. Qanday deb? Zikrlarni qilib bitgandan keyin at-tahiyat o'qiysiz. At-tahiyat o'qiysiz, andan keyin masha salovat o'qiysiz, anan duoni o'qib, salom berib bitib qo'yasiz. Ikkinchi rekatdami? Ikkinchi rekatda buni o'tirdingizmi? O'tirib turib zikrlarni atar bitdingizda. Andan keyin at-tahiyat o'qiysiz, at-tahiyat o'qib turib turib ketasiz. 3-rekat hozir qanday keladi? 4-rekat hozir qanday keladi?